Bir qarashda san'at muzeydek ko'ringan bu joy Aslida mol so'yish uchun qurilgan. 1933-yilda bu joy dunyoning eng ilg'or so'yish korxonalaridan biri bo'lgan. Bino 4 qavatdan iborat bo'lib, chorvani sanoat usulida tartibli va gigiyenik tarzda so'yish uchun qurilgan. Binoda tor ko'priklar bo'lib, hayvonlarni ortga qaytmasligi uchun qurilgan. Yo'laklar esa tirik va o'lik hayvonlarni hech qachon uchratmasligi uchun ajratilgan. Markazda esa ko'zdan yashirilgan vertikal shaxta joylashgan. Tuyoqlar qon ustida sirpanmasligi uchun pol qo'pol betonda qurilgan. Haroratni tabiiy ushlab turish uchun devorlar ichi bo'sh qurilgan. Shamol qon hidini shaharga yoymasligi va ishchilarning ishonchiga ko'ra, hayvon ruhlarini tinchlik topishi uchun bino derazalari faqat g'arb tomonga qaratilgan. Bino 4 qavatdan iborat bo'lib, asosan 3 tur hayvon uchun qurilgan. Sigirlar binoning asosiy qismi yuqori va o'rta qavatlarida joylashgan. Qo'ylar esa alohida so'yish zali bilan, cho'chqalar esa pastki qavatda joylashgan. Shaharlar o'tmishni yo'q qilmaydi, ular uni yashiradi. Keyingi safar chiroyli binolarga qaraganingizda, u aslida nima uchun qurilganligini so'rang.